Endi maktabni olisdan ko'rish bor-u, o'quvchi sifatida darsga borish yo'q. Sinfxonani rasmini yoki o'zini ko'rish imkoni bor, ammo o'quvchi bo'lib kirib borish yo'q. Partalarga o'tirishning iloji bor, lekin o'quvchi bo'lib birinchi qatorni birinchisi, ikkinchi qatorni uchinchisi deb o'tirishning iloji yo'q. Qo'ng'iroq ovozini eshitish mumkin, ammo qo'ng'iroq chalinganda do'stlar bilan sinfxonadan otilib chiqishning imkoni yo'q. Ustozlar bilan ko'cha-ko'yda ko'rishib, salomlashish mumkin, ammo bir xonada qayta ta'lim olishning imkoni yo'q. Sport zallariga borishning imkoni bor, ammo o'sha yerda qizlar, yigitlar bo'linib, basketbol va voleybol o'ynashning iloji yo'q. Ko'cha-ko'yda mazali somsa va pirashkalar yeyishning iloji bor, ammo maktabdagi bufetchi akaning somsalarini do'stlaring bilan yeyishning iloji yo'q. Ruchka yoki salfetka kerak bo'lganda do'kondan olishning iloji bor, lekin senda yo'qligida ularni senga berib turadigan sinfdosh qizlarni topishning iloji yo'q. Maktabni bitirding, xayrlashdik. Endi sinfdoshlar bir bo'lib, yig'ilib birga o'tirishning imkoni yo'q.